Eron Amerika bazalariga udar bergandan keyin Eronda bir yil ichida odatda yog'adigan yomg'ir 3 kunda yog'ib qo'ygan. Bu narsa prosta случайностьmi yoki rostdan bizdan nimadir yashirishyaptimi? Birlashgan Arab Amirliklari davlatida programma bor, cloud seeding degan, ya'ni bulutni ekish. Buni qanaqa bo'ladi? Samolyot tepaga ko'tarilib, kumush yoditni sepishadi tepadan. Keyin o'sha yerda bulut hosil bo'lib, yomg'ir yog'diradi bitta joyda. Lekin bu prosta kimический reaksiya bo'lib, bulut paydo bo'lib qolmaydi. Boshqa davlatlarda ham yomg'ir yog'ish kerak bo'lgan narsani bitta joyga yig'ib yog'dirib yuboradi. 2011-yilda Eron prezidenti aytgan edi, bizani yomg'irimizni g'arb o'g'irlayapti degan. 2018-yilda ham 22-yilda ham bu narsalar ko'tarilgan. Imashi o'sha uskunasini buzishganidan keyin Eronda hozir kunda kunora yomg'ir yog'yapti. O'zi bu 15 yildan beri Eron juda ham katta quruqgarchilikka nima qildi. Faqat Eron emas, atrofdagi nimalar ham. Hozir o'shandan keyin Turkiyada, Dog'istonda, mana Ozarbayjonda, даже O'zbekistonda ham do'stlar e'tibor bergan bo'lsangiz, yomg'ir odatdagidan ko'proq yog'yapti. Sizlar nima deb o'ylaysiz? Rostdan o'sha qaysi bir aniq davlat hamma yomg'ir o'g'irlaganmi yoki bu prosta tasodifmi? Izohda fikringizni yozib ketinglar.